Ustoz, men Xorazm viloyatidanman. Biz tarafda to'ydan oldin qalin puli beriladi, 10-15 million atrofida. Shu pul mahr o'rniga o'tadimi? Agar u qalin pulini kelinga deb berilsa, mahr o'rniga o'tadi. Kelin uni mahr o'rnida qabul qilsa. Lekin u ota-onaga haligi sut haqi ma'nosida, boqqani uchun, tarbiya qilgani uchun tashakkur ma'nosidagi sovg'a shaklida bo'lsa, u mahr o'rniga o'tmaydi. Ko'pincha odatda meni bilishimcha qalin pulni ota-ona oladi. Kelin olmaydi. U mahr kelin oladigan narsa. Agar qalin puli desa, uni aytish kerak. Biz mahr beramiz kelinga. Kelin mahrini belgilab bersin, aytsin talabini. Biz o'shani beramiz. Uni sizlar qalin deb nomlaysizlarmi, yupqa deb nomlaysizlarmi? Nima desanglar ham shu kelinga mahr bo'ladi deb aytsa, o'shanda keyin mahrni o'rniga o'tadi. Lekin u qalin puli deb odamlar odatda ota-ona oladigan pulni aytishardi, meni bilishimcha. U mahr o'rniga o'tmaydi. Chunki mahr kelinning haqqi, u hal qilish kerak. Uning miqdorini ham, naqd yoki nasiyaligini ham, sifatini ham kelin hal qiladi. Va ana o'shanda u mahr bo'ladi.